Xabar berganimizdek, mamlakatimiz arxeologlari Jizzax viloyatining qadimiy paleolit va neolit davriga tegishli hududlarini aniqlashdi. Hozirda arxeologik jarayonlar davom etmoqda. Ayni lavhamiz shu haqda. Biz ayni paytda turgan joyimiz G'allaorol tumanining Savruq qishlog'i sharqiy yonbag'ri hisoblanadi. Bu yerda qadimiy buloq mavjud. Va albatta bu hududda arxeologlarimiz tomonidan neolit davri yashash makoni ekanligi aniqlangan. Mana bu yerda Savurbuloq nomli qadimgi buloq mavjud. Demak, biz buloqni ko'rganimizdan keyin shu buloq atrofida yashamaganmikin degan kuzatuvlar olib bordik. Natijada mana buloqni demak shimoliy tepaligidan, qirda buloqqa qaragan adirligidan neolit davriga oid tosh buyumlarni topa boshladik. Bu yerda albatta neolit davrida odam yashagan degan xulosaga keldik. Ikkita paleolit makoni, bitta paleolit ustaxonasi va 3 ta neolit makoni va 2 ta neolit topilma joyi aniqlandi. Bu hozir o'sha Jizzax viloyati, o'sha G'allaorol tumanidagi o'sha Qaroqchi qishlog'i, Yonboshtut qishlog'i, O'gat qishloqlari, Savruq qishloqlariga to'g'ri keladi. Jizzax viloyati hududlaridan paleolit davriga oid, ya'ni bundan 40-50 ming yil oldin yashab o'tgan odamlar tomonidan ishlatilgan mehnat va ov qurollari, shuningdek, so'nggi paleolit davriga oid ustaxonalar, umuman shu paytga qadar uchrashi kutilmagan neolit davrining ov va mehnat qurollari topilganligi Jizzax viloyati tarixidagi Qo'shtirnoq ichidagi oq dog'larni olib tashladi desak mubolag'a emas. Demak, qadim Jizzax vohasini ham endilikda eng qadimiy sivilizatsiyalar shakllangan, ibtidoiy madaniyatlar rivojlangan hududlar sirasiga kiritsak bo'ladi.